Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Demak, sizlar bilan Elliott to'lqinlari bo'yicha forex fond va kriptovalyutalarni va tillalarni analiz qilishda davom etamiz. Demak, davom etamiz. Forex bilan boshlaymiz. Elliott to'lqinlari bo'yicha o'tgan darsligimizda, o'tgan videoda demak bozor mana bu yerda edi va bozorni mana tepaga 5-to'lqin bo'ylab ko'tarilishiga taxmin qilgan edim va bu o'zini oqladi. Qariyb demak 200 punktdan oshuv demak profit qilingan. Demak, prognozimiz aniq chiqqan. Demak, hozir nima bo'lyapti? Demak, 5-to'lqin tugagandan keyin bu уже tugagan deb qoldi. Menimcha уже ko'ryapsizlar, kren уже menimcha 5-to'lqin menimcha tugayotgan bo'lishi mumkin va agar bu tugasa, 1-to'lqin demak tugagan bo'ladi va bozor kuchli orqaga demak 2-to'lqin bo'ylab ketishi mumkin va undan keyin yana bozor o'sishiga taxminimiz bor. Keyingisi demak dollar yaponskiy yena parasi. Dollar yaponskiy yena parasida demak 1 soatlik D1 ko'rsatib qolamiz sразу. D1 da demak mana A, B va C to'lqinga bozori demak taxmin qilganman. Demak, 1-to'lqin B ni 1-to'lqini demak, to есть C ni 1-to'lqini tugadi deb taxmin qilganman va bozor undan so'ng demak tepaga 2-to'lqin bo'ylab va yana dальше падение demak bozor qulashiga taxmin qilyapman. 1-to'lqinga 1 soatlik time frame o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da bozor mana bu 3 burchak demak hosil bo'lyapti menimcha va agar Y to'lqin buziladigan bo'lsa, demak 5-to'lqin offset demak to'lqinga demak bozor pastga qulashi mumkin va undan so'ng bozor demak tepaga harakatlanishini taxminimiz bor. Demak, tillaga o'tamiz. Tillada demak juda ham qiziq holat mana bu yerda ham 3 burchak ko'rib turibsizlar. Va agar mana hozir 3000 demak 3232 level demak proboy bo'ladigan bo'lsa, 3 burchagimiz 99% ga aniqroq bo'ladi va bozor yana kuchli tepaga ketish ehtimolida turibdi. Va D1 ga o'tadigan bo'lsak, D1 da bizada mana bu demak 5-to'lqin tugayapti va undan keyin orqaga jilmayib kuchli korreksiya ketishi mumkin va undan so'ng yana bozorni tepaga tepaga o'sishini kuzatishimiz mumkin. Bitcoinga o'tamiz. Bitcoin sразу D1 ga o'tamiz. D1 da Bitcoinda demak ABC to'lqin demak 4 bo'tda tugadi deb taxmin qilyapman. Bozorni yana o'sishiga 5-to'lqin bo'ylab ketishiga taxminim bor. Demak 1-to'lqin 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1-to'lqin menimcha tugadi taxmin qilyapman. Mana bu qanaqadir ploskiy korreksiya bo'lyapti. ABC yana pastga demak 2-to'lqin ketishi mumkin. Undan so'ng yana bozorni demak o'sishini taxmin qilyapman. Demak, oxirgi instrument Nasdaq, Amerika Nasdaq kompaniyasi. Nasdaq kompaniyasida demak bizada D1 ko'rsatyapman. Demak, A to'lqin bo'tda tugadi deb faraz qilyapman va bozor B to'lqinga demak hozir o'sishda davom etyapti. Undan so'ng yana kuchli C to'lqin bo'ylab bozorni qulashini taxmin qilyapman. 1 soatlik time frame da demak bizada ham usecheniga ahamiyat berasizlar. 3, 4, 5 demak 3-to'lqinni maksimum yangilanmagan bu usecheniya deyiladi. Elliott to'lqinlarida buni o'rgatamiz. Demak, hozirgi holat bo'yicha bizada ham qanaqadir 3 burchak bo'lyapti bu yerda. Undan so'ng yana bozorni demak o'sishiga taxminim bor. Shu qisqacha video olishga qaror qildim. Like bosishni unutmang. Demak, bizada eslatib o'taman, Elliott sistemasi, Gantt sistemalari bo'yicha professional demak bozor tahlil qilish, dalgasrochniy uzoq muddatli tahlil qilishlar o'quv kurslari ochilgan. Noldan boshlab professional darajagacha o'rgatamiz. Buning uchun almanga murojaat qiling yoki kommentariyada yozing. Xayr, salomat bo'linglar.